Assalomu alaykum. Qadrdon birodarlarim. Men bu videoni qilib chiqishimning maqsadi bizga hozir juda ham yordam kerak. Iltimos, qo'ldan kelgancha yordam beringlar. 5 nafar farzandimiz bor. Shuncha sinovlarni, shuncha qiyinchiliklarni yengib o'tdik. Shunisidan dor qoldik. Bu ham bir Allohning sinovi o'tib ketadi, Xudo xolasa. Yordam beringlar. 5 million qarz tufayli xo'jayinim hozir qamalib qoldilar. Sharoitimiz og'ir. Juda qiynalyapmiz. Qo'ldan kelgancha yordam beringlar. Iltimos, dadamizni olib chiqishga. O'g'llarim qiynalishyapti. Iltimos sizlardan yordam beringlar. Ahvoli sharoitimizni ko'rsangizlar mayli, Alloh guvoh. O'zimiz 8 yilmi 9 yil ijarada yashadik, juda qiynaldik. Endi 2 xona uy qilib chiqdik deganda shu ahvolga tushib qoldik. O'zi xo'jayinim mazasi yo'q, avtohalokatga uchrab burunlarning o'rtasida shayaklari sinib operatsiya qila olmadik. Uyimizni kreditini to'laymiz deb birovdan mol qilamiz deb mol olgan edik, ustimizdan yozib berdi. Vaziyatimizni tushuntirdik, aytdik, qancha yalindik, yolvordik. Hozir qamab qo'yishdi. Yordam beringlar, iltimos sizlardan. Bolalarimiz uchun yordam beringlar. Bizdan qaytmasa, Xudodan qaytsin. Ahvoli sharoitimizni ham ko'rsataman. Mana sotatga sabzi qovati, bitta televizorimiz bor. Telefonimizni sotaylik desak, bachalarim dars onlayn. Shu 2 xona uyda 2 xona uy qilib chiqdik. Qo'llaringizdan kelguncha mayli 10 mingdan 5 mingdan yordam bersangizlar mayli. Qat yordam qilinglar, iltimos sizlardan. Xudo xohlasa qaytaramiz, dadamiz faqat chiqib kelsinlar, qamalib ketmasinlar. 5 ta farzandimizni boshiga sog' salomat bo'lsinlar, iltimos. Mana 5 nafar farzandimiz bor, Xudoga shukr. Mana o'rtacha farzandim, mana kichkina farzandim, mana 2 ta farzandim, katta farzandim bor. Iltimos qilaman, xalqim yordam beringlar qo'llaringizdan kelguncha. Farzandlarim hozir bir haftadan beri to'saklik narsa yemayapti, nonga zor bo'lyapmiz. Yordam qilinglar, ehsonchilar, iltimos sizlardan. Bizga bir bersangizlar, Xudoyim sizlarga 10 baravar qilib, 100 baravar qilib qaytarsin. Faqat qo'llaringizdan kelguncha yordam beringlar.